Azizlar, 4 yil oldin Qatardagi jahon chempionatida O'zbekiston chempionatiga chiqadi va biz samolyotsiz yer va okean bilan boramiz deb va'da bergandik. Alhamdulillah, bajardik. Ko'plab bloger ukalarimiz, akalarimiz harakat qilib ko'rishdi, xuddi shu yo'nalish bo'yicha kirishga, lekin bizga nasib qilgan ekan. Hammaga nasib qilsin. O'zi oson bo'lmadi. Avvalambor Allohning fazli va ko'plab yaqinlarimizning yordami va sizlar har bitta videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun alhamdulillah biz yetib keldik. Akalar, biz mana New Yorkda turibmiz. Atmosfera o'sha jinnisi deyman. Xudo xolasa kuzatib turinglar, sizlarni kontenti bombalar kutyapti. Og'a! Xudo xolasa inshaalloh mana shu kemada sayohat qilishim nasib qilsin. New Yorkdamiz. Juda ham dahshatli joyda turibmiz. Bunaqa joyda turib video olish hammaga emas, chunki kemadan turib, balandlikdan turib ovomizni ro'parada boshqa hech qanaqa bunaqa bino yo'q, bunaqa chiroyli atmosferani olish uchun o'shanga o'xshab turibman. Kontent ushlayapti mana. Akalar, mana bizani Queen Mary kораблimizni mana bizani mashinalar. Uddaladik ukam, hammamiz uddaladik. Gap yo'q lekin bori. Nima deyapti? Akalar, Amerikada o'zimizning mashina. Okay, let's go. Everybody come. I like to move it. Voy, lekin bu mashinani bori, odam ko'rib ko'zlari quvnayapti-yu, akalar. Mana o'zimizning O'zbekistonning mashinalarimizni Amerika, New Yorklarda aylanib yursa, akalar, ashi jinni bo'ladi-ha. Polniy zavaraga syomka boshlandi uje. Gap yo'q. Xudo paddeshga qilib turinglar. Endi jinni kontentlarni sizlarga polniy ko'rsatib beramiz. Ichida narsalarimiz ham turibdimi, aka? Yo'q, chamadonni oldim ukam.